o'zi kollagen ichib yurganimda ham shu narsani sezgan edim. Yuzimdagi qurishlar, umuman olganda quruqlikka moyilman-da. O'zi unaqa quruq inson emasman. Qo'lim ochiq saxiyman. Lekin terim quruvdi. O'shancha yuzim qurib ketadi ba'zida. Shu endi ayollar biladi, molechkolar ishlatiladi badanga. Ana shunaqalarni ham даже surmaganimda, shu kollagen ichib yurganimda yaxshi yuruvdim. Kollagenni endi baribir qanaqadir bir kichkina pauzalar bilan ichish kerak. Shuning uchun men shunaqa maza qilib ichayotgandim shu kollagenni zo'r bo'lib yurganimga. Tez ichib qo'yimman. Yana zakaz berib, kollagenim kelib qoldi, menga bir anaqa chiqarib yubora olasizmi desam, "Voy, o'sha ichib bo'ldingizmi?" deydi. Qarasam, 1,5 oy bo'lgan ekan. "Ha, ichib bo'ldim" desam, "Voy, vasha tez ichib bo'libsiz. Mayli, zo'r effekt bo'layotgan bo'lsa, agar xursandman, lekin ozgincha pauza qilganingiz yaxshiroq" dedi. O'sha pauzada shunaqa sog'inib ketdim kollagenimni, ayniqsa yuzlarim darrov